Assalomu alaykum. Kunning muhim voqea hodisalari tafsiloti bilan studiyada Maftuna Hojiboyeva. O'zbekistonda ariqlar, irrigatsiya tizimlarini ko'mib tashlaganlar endi jarimaga tortiladi. Bu haqda 28-iyundan kuchga kiradigan qonunda belgilandi. Hujjat bilan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga bir qator o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilmoqda. Xususan 74-modda to'ldirilib, aholi punktlaridagi va tuman markazlaridagi ariqlarni, irrigatsiya tizimlarini ko'mib tashlash fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravaridan 3 baravarigacha, ya'ni 412 ming so'mdan 1 million 236 ming so'mgacha, mansabdor shaxslarga esa 5 baravaridan 10 baravarigacha, ya'ni 2 million 60 ming so'mdan 4 million 120 ming so'mgacha miqdorda jarima solishga sabab bo'lishi belgilandi. Sun'iy suv oqimlari, suv havzalari hamda boshqa sun'iy suv obyektlaridan olinadigan suvdan foydalanish va suv iste'moli qoidalarini buzish, ya'ni suvdan hojasizlarcha foydalanish, suvlarning va suv obyektlarining holatiga ta'sir etuvchi gidrotexnika ishlarini va boshqa ishlarni o'z boshimchalik bilan bajarish, suv obyektlaridan belgilangan suv olish limitlari, suvdan foydalanish va suv iste'moli rejalarini buzganlik uchun jarima miqdori oshiriladi. Amalda fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravaridan 3 baravarigacha, mansabdor shaxslarga 5 baravaridan 10 baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'lsa, 28-iyundan bu miqdor fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravaridan 5 baravarigacha, ya'ni 1 million 236 ming so'mdan 2 million 60 ming so'mgacha, mansabdor shaxslarga esa 7 baravaridan 10 baravarigacha, ya'ni 2 million 884 ming so'mdan 4 million 120 ming so'mgacha bo'ladi. Yuqoridagi huquqbuzarliklar ma'muriy jazo chorasi qo'llanilgandan keyin 1 yil davomida takror sodir etilgan bo'lsa, fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravaridan 7 baravarigacha, mansabdor shaxslarga esa 10 baravaridan 20 baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. O'zbekiston Ekologik partiyasi fraksiyasi deputatlari tomonidan hayvonlarni shafqatsiz munosabatdan himoya qilishga qaratilgan alohida qonun loyihasi ishlab chiqilayotgani ma'lum qilindi. Qayd etilishicha, so'nggi yillarda hayvonlarga nisbatan shafqatsizlik holatlari kamaygan bo'lsa-da, bunday noxush holatlar hanuz uchrab turibdi. Ayrim hollarda bu kabi harakatlar mutlaqo asossiz ravishda, hatto ko'ngilxushlik uchun sodir etilayotgani ta'kidlanmoqda. Ma'lumot uchun 2026-yil 25-mart kuni hayvonlarga nisbatan shafqatsiz munosabat uchun javobgarlikni kuchaytirishga oid qonun qabul qilingan. Unga ko'ra, bunday huquqbuzarlik sodir etgan shaxsga bazaviy hisoblash miqdorining 15 baravaridan 25 baravarigacha jarima yoki 15 sutkagacha ma'muriy qamoq jazosi qo'llaniladi. Loyihaga ko'ra, hayvonlarga nisbatan shafqatsiz munosabat hisoblanadigan harakatlar aniq belgilanishi va qat'iyan taqiqlanishi rejalashtirilmoqda. Shuningdek, bunday holatlar uchun jinoiy javobgarlikni kuchaytirish, jumladan jarimalarni bazaviy hisoblash miqdorining 200 baravarigacha oshirish yoki 1 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish kabi choralarni joriy etish taklif etilmoqda. Bundan tashqari, aybdor shaxs zimmasiga hayvonga yetkazilgan zarar uchun veterinariya xarajatlarini to'liq qoplash majburiyatini yuklash, hayvonlarni tashlab ketish holatlariga barham berish, egalarining majburiyatlarini aniq belgilash ko'zda tutilgan. Qonun loyihasi shuningdek jamoat joylarida hayvonlar uchun qulay sharoitlar yaratish, jumladan yo'l boshlovchi itlar va emotsional ko'makchi hayvonlar bilan jamoat transportidan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish ham nazarda tutilgan. Farg'onada dalaga ko'mib ketilgan 7 kilogramm gashishni olayotgan transmilliy jinoiy guruh a'zolari qo'lga olindi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi xabar berdi. Qayd etilishicha, Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti va uning hududiy bo'linmalari, shuningdek Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbiri natijasida Farg'ona viloyati Dang'ara tumanida joylashgan dalalarning birida yashirib ketilgan 7 kilogramm gashishni muqaddam jinoyat kodeksining 109-moddasi bilan sudlangan 1995 va 1982 yilda tug'ilgan shaxslar olgan vaqtida ushlangan. Bildirilishicha, fuqarolardan biri 2024-yildan buyon qo'shni respublikalar hududi orqali transmilliy jinoiy uyushma a'zolari bilan hamkorlikda katta miqdordagi giyohvandlik vositalari savdosi bilan shug'ullanib kelgan. Olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida aniqlanishicha, gashish giyohvandlik vositasini jinoiy uyushma a'zolaridan biri kelishilgan geolokatsiyada qoldirib ketgan. Keyinchalik esa ushlangan shaxslar ushbu manzilga borib giyohvandlik vositasini qazib olgan. O'tkazilgan tezkor tadbir natijasida 7 kilogramm gashish iste'moldan olingan. Mazkur holat yuzasidan narko-jinoiy uyushma a'zolariga nisbatan Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan jinoiy ish qo'zg'atilgan.
O'zbekiston va Xitoy arxeologlari Surxondaryo viloyatida taxminan 3000 yillik tarixga ega bo'lgan qadimiy shahar qoldiqlarini topdi. Qayd etilishicha, Bandixon 2 arxeologik yodgorligida olib borilgan qazishmalar davomida olimlar miloddan avvalgi 10-asrda barpo etilgan va 8-asrgacha mavjud bo'lgan aholi manzili izlarini aniqlagan. Mutaxassislar bu topilma ilk Temur davridagi aholi punktlari qanday qurilgani va qanday vazifalarni bajarganligini tushunishga yordam berishini ta'kidlagan. Yodgorlikning sharqiy qismidagi qazishmalar ham quyi madaniy qatlamlar aynan shu davrga tegishli ekanini tasdiqlaydi. Bu joy Bandixon vohasidagi eng yirik va yaxshi saqlangan turar joy majmualaridan biri hisoblanadi. Surxondaryo viloyati O'zbekistondagi eng boy arxeologik hududlardan biri bo'lib, bu yerda ko'plab Temur davriga oid yodgorliklar mavjud. Olimlarning fikricha, topilgan me'moriy qoldiqlar va artefaktlar orqali qadimgi odamlarning kundalik hayoti, ijtimoiy munosabatlari va texnologiyalari haqida tasavvur hosil qilish mumkin. Bu manzilgoh Markaziy Osiyodagi qadimgi savdo yo'llari va madaniy aloqalarda muhim o'rin tutgan bo'lishi mumkin. Germaniya rasmiylari 17 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan barcha erkaklarga xorijga uzoq muddatli safarga chiqishdan oldin Germaniya qurolli kuchlaridan majburiy ruxsatnoma olish majburiyatini yukladi. 2026-yil 1-yanvardan boshlab 17 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan barcha erkaklar Germaniyani 3 oydan ortiq muddatga tark etishni rejalashtirsa, Germaniya qurolli kuchlarining karyera markazidan maxsus ruxsatnoma olishi shart, deyiladi xabarda. Ta'kidlash joizki, ushbu talab dastlab faqat xavf yoki harbiy holatdagina amal qilar edi. Yangi qarorga ko'ra, bu endilikda doimiy xususiyatga ega bo'ldi. O'zgarish harbiy xizmatni modernizatsiya qilish to'g'risidagi qonun doirasida kuchga kirdi. Federal Mudofaa vazirligi vakili ushbu yangilikni tasdiqlab, uning asosiy maqsadini quyidagicha izohladi. Ushbu tartibga solishning negizida zarurat tug'ilganda tayanish mumkin bo'lgan ishonchli va ma'lumotlarga boy harbiy reyestrni yaratish yotadi. Favqulodda vaziyat yuz berganda kim uzoq muddatga chet elga ketganini bilishimiz shart. Mudofaa vazirligining ta'kidlashicha, hozirda ortiqcha byurokratiyani chetlab o'tish uchun ruxsatnoma talab etilmaydigan ayrim istisno holatlar ustida ishlanmoqda. Shunga qaramay, amaldagi qonunchilikka ko'ra ruxsatnoma so'rab murojaat qilish baribir majburiydir. Hozircha ruxsatnoma olmasdan mamlakatni tark etgan erkaklarga nisbatan qanday jazo choralari ko'rilishi ochiqlanmadi. Ushbu islohot Germaniya hukumatining Germaniya qurolli kuchlari safini kengaytirish strategiyasining bir qismidir. Rejaga ko'ra 2035-yilga borib harbiylar sonini hozirgi 184 mingdan 255-270 ming nafargacha yetkazish ko'zda tutilgan. Eron Amerika va Isroil zarbalaridan so'ng yerosti bunkerlari va raketa shaxtalarini bir necha soat ichida tiklamoqda. Bu haqda AQSh razvedkasi hisobotlariga tayanib The New York Times xabar berdi. Hujjatdan kelib chiqadiki, Tehron katta miqdordagi raketalar va mobil uchirish qurilmalarini saqlab qolgan. Bu esa harbiy kampaniyaning asosiy maqsadlaridan biri Eronning raketa salohiyatini yo'q qilish amalga oshganini shubha ostiga qo'yadi. Pentagon yaqinda Eron hujumlari shiddati pasayganini aytib, buni Tehron arsenalining kamaygani bilan bog'lagan, biroq razvedka ma'lumotlariga ko'ra, Eron urush cho'zilgan taqdirda yoki u tugaganidan keyin bosim o'tkazish qobiliyatini saqlab qolish uchun ko'plab uchirish qurilmalarini bunkerlar va g'orlarda yashirib kelmoqda. AQSh razvedkasi hisobotlari bilan tanish bo'lgan rasmiylarga ko'ra, Tehron qolgan ballistik raketalar va uchirish qurilmalaridan Isroil va mintaqadagi boshqa mamlakatlarga zarba berish uchun foydalanish imkoniyatini saqlab turibdi. Bundan tashqari, Eron yolg'on nishonlardan faol foydalanmoqda. Shu sababli AQSh vayron qilingan qurilmalarning qanchasi haqiqiy ekanligini aniq ayta olmayapti. The New York Times qayd etishicha, hujumlar shiddati pasayganiga qaramay, Eron, Isroil va AQSh bilan bog'liq obyektlarga kuniga 15 tadan 30 tagacha ballistik raketa va 50 tadan 100 tagacha kamikadze dronlarini uchirishda davom etmoqda. 4-aprel tongda Michigandagi Veyn parkida minglab ota-onalar bolalari bilan noodatiy hodisa guvohi bo'lish uchun to'planishdi. Detroit shahar meriyasi tomonidan shahardagi markaziy bog'da an'anaviy shirinliklar festivali tashkil etildi. Tadbir yakunida noodatiy hodisa ro'y berdi. Vertolyotda park hududi bo'ylab yopishqoq marshmello yomg'iri yog'di. Bu holat parkka tashrif buyurganlarni, ayniqsa bolalarning kayfiyatini ko'tardi. Park hududida yuzlab bolalar osmondan yog'ayotgan marshmellolarni terib quvonganlaridan qichqirib
ishqirib poyga o'ynadi. Vertolyot bog' hududi bo'ylab yarim soat davomida 3 marta aylanib, zefir yog'dirdi. Parkka tashrif buyurganlardan Anna Grote muxbirlarga o'z taassurotlarini ulashgan. Bugun juda ajoyib hodisa ro'y berdi. Menimcha bu Pasxa bayrami arafasida bolalar uchun juda ajoyib sovg'a bo'ldi. Men bu tadbirga 10 yoshli o'g'lim bilan tashrif buyurdim. Ertalab uning kayfiyati yo'q edi. U osmondan yog'gan shirinliklarni ko'rib juda quvondi. Ko'rib turganimizdek, hozir u boshqa bolalar bilan marshmellolarni terib yemoqda, dedi mahalliy fuqaro. Yaqin Sharqdagi mojaro energetika bozorida beqarorlikni kuchaytirayotgan bir vaqtda dunyoning 3-eng yirik neft importchisi hamda iste'molchisi hisoblangan Hindiston Erondan qora oltin xarid qildi. Bu haqda mamlakat neft vazirligiga tayanib Al Jazeera telekanali ma'lum qildi. Ma'lum bo'lishicha, hindlar so'nggi 7 yildan beri ilk bor Eron neftini xarid qilmoqda. Mamlakat 2019-yili AQSh bosimi sabab Tehron bilan energetika borasida hamkorlikni to'xtatgan edi. Ammo Hormuz bo'g'ozining yopilishi vaziyatni o'zgartirdi. Yaqin Sharqdan ta'minot uzilishi bilan bog'liq sharoitda Hindiston neftni qayta ishlash korxonalari o'z ehtiyojlari uchun xom ashyoni Erondan ham boshqa davlatlardan ham sotib olishi mumkin. To'lov bilan bog'liq hech qanday to'siq yo'q, deyiladi vazirlik bayonotida. Avvalroq Qo'shma Shtatlar energetika bozorida narxlarni barqarorlashtirish uchun tankerlarga ortilgan Eron neftiga qo'yilgan barcha sanksiyalarni vaqtincha bekor qilgandi. Hind rasmiylariga ko'ra, mamlakat yaqin oylar uchun zarur bo'lgan xom neft zaxirasini to'liq shakllantirib bo'lgan. Hindiston 40 dan ortiq davlatdan neft import qiladi. Kompaniyalar esa tijoriy manfaatlardan kelib chiqib turli manbalar va hududlardan neft sotib olishda to'liq erkinlikka ega, deb qo'shimcha qilinadi bayonotda. Hind korxonalari bundan tashqari Erondan 44 ming tonna suyultirilgan gaz ham xarid qilgan. Vazirlik ma'lumotlariga ko'ra, ular mart oyi boshida mamlakatning g'arbiy qismidagi Mangalore portiga yetib kelgan. Senegal hukumati global neft narxlari keskin oshgani sabab vazirlar va yuqori martabali amaldorlarning xorijiy safarlarini chekladi. Bu haqda Reuters xabar berdi. AQSh va Isroilning Eronga qarshi urushi fonida jahon neft narxlari oshdi. Senegal bosh vaziri Usmon Sonko mamlakatni o'ta og'ir kunlar kutayotganini aytdi. U energiya narxlarining oshishi davlat byudjetiga bosimni kuchaytirayotganini bildirdi. Brent markali neft narxi 1 barrel uchun taxminan $115 ga yetgan. Bu esa byudjet prognozlarida belgilangan $62 deyarli 2 baravar yuqori. Mening hukumatimning hech bir vaziri agar gap bizning amaldagi faoliyatimiz bilan bog'liq bo'lgan zarur missiya haqida ketmasa, mamlakatni tark etmaydi, dedi Usmon Sonko Mubur shahridagi tadbirda. U Niger, Ispaniya va Fransiyaga rejalashtirilgan safarlarini allaqachon bekor qilganini ma'lum qildi. Narxlarning oshishi Eron tomonidan Hormuz bo'g'ozining amalda bloklanishi bilan bog'liq bo'lib, bu neft yetkazib berilishiga putur yetkazdi va narxlarning keskin ko'tarilishiga olib keldi. Bunga javoban dunyo bo'ylab jumladan G'arbiy Afrika davlatlarida ham hukumatlar salbiy ta'sirini kamaytirish choralarini, yonilg'i narxlarini oshirish, subsidiyalar joriy etish va masofadan ishlashga o'tish joriy etmoqda. Sonko kelasi hafta rasmiylar vaziyatni barqarorlashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlarni e'lon qilishini aytdi. Shuningdek, Senegal energetika va tog' sanoati vaziri yaqin kunlarda neft narxlaridagi keskin o'sish oqibatlariga bag'ishlangan murojaat bilan chiqadi. AQSh prezidenti Donald Trump Hormuz bo'g'ozi ochilmasa, Erondagi elektr stansiyalari va ko'priklarni vayron qilish bilan tahdid qildi. Bu haqda u Trust Social ijtimoiy tarmog'ida post joyladi. Trump Eron rasmiylarini kurakda turmaydigan so'zlar bilan haqoratlab, darhol bo'g'ozni ochishga chaqirgan. 7-aprel Eronda elektr stansiyalari va ko'priklar kuni bo'ladi. Barchasi bir vaqtning o'zida portlaydi. Bunday narsa hali hech qachon bo'lmagan. Bo'g'ozni oching, la'nat telbalar, aks holda jahannamga ravona bo'lasiz. Faqat kuting, deya o'dag'aylagan Oq uy rahbari. Shu bilan birga Fox News nashriga bergan intervyusida Trump Eron bilan kelishuvga erishish uchun yaxshi imkoniyatlar borligini aytgan. Menimcha yaxshi imkoniyat bor. Hozir muzokaralar olib borilmoqda. Agar ular kelishuvga erishmasa, men hammasini portlatib yuborish va neftni egallab olish variantini ko'rib chiqyapman, degan Trump. Prezidentning tahdidlariga javoban Eron parlamenti spikeri Muhammad Bag'ir G'alibov AQSh prezidentining o'ylamasdan qilinayotgan harakatlari butun mintaqani olov ichiga tashlashini aytgan. Sen o'ylamasdan qilayotgan harakatlar AQShning har bir oilasini haqiqiy jahannamga tortmoqda va butun mintaqa olov ichida qolmoqda. Chunki sen Benyamin Netanyahu ko'rsatmalariga amal qilishda davom etyapsan, deya ijtimoiy tarmoqlarda yozib qoldirgan Eron vakili.
Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'ling.